2026 Chevrolet Prisma yangi dizayni va zamonaviy texnologiyalari bilan e'tiborni tortadi. Ushbu model yanada aerodinamik shaklga ega bo'lib, old va orqa faralari LED uslubida ishlab chiqilgan. Mashinaning tashqi ko'rinishi nafis va sport uslubini birlashtiradi. Bu esa uni yoshlar va oilaviy foydalanuvchilar uchun mos qiladi. Salon ichki qismi keng va qulay bo'lib, sifatli materiallardan foydalanilgan. Multimedia tizimi sensor ekran bilan jihozlangan va smartfon bilan ulanish imkoniyatiga ega. Haydovchi uchun xavfsizlik tizimlari ham yaxshilangan, jumladan ABS stabilizatsiya tizimi va orqa kamera mavjud. Dvigatel samaradorligi yuqori bo'lib, yoqilg'i tejamkorligi bilan ajralib turadi. Shuningdek, avtomobil shahar va uzoq safarlar uchun juda qulay hisoblanadi. Rul boshqaruvi yengil va aniq bo'lib, haydash jarayonini yanada zavqli qiladi. Bagaj hajmi keng bo'lib, kundalik ehtiyojlar uchun yetarli joy taqdim etadi. Yangi Prisma modeli narx va sifat muvozanatini yaxshi saqlagan holda bozorda raqobatbardosh variant sifatida ko'rilmoqda. Agar siz zamonaviy, ishonchli va chiroyli sedan izlayotgan bo'lsangiz, ushbu model siz uchun yaxshi tanlov bo'lishi mumkin. Kanalimizni qo'llab-quvvatlash uchun albatta tarmoqga obuna bo'ling va yangi avtomobil sharhlarini kuzatishda davom eting. Sizning fikringiz biz uchun muhim. Izohlarda o'z mulohazalaringizni yozib qoldiring va videoni do'stlaringiz bilan ulashing. Rahmat sizga.